Keyingi savolimiz bo'ladi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida tibbiy ta'lim sifatini baholashda 3 bosqichli tizim joriy etilishi haqida alohida to'xtalib o'tdilar. Universitetimizda bakalavr, rezidentura va mutaxassislik darajalarida bu tizimni amalga qo'llash mexanizmlari qanday bo'ladi? Demak, hurmatli prezidentimiz tomonidan bugun tibbiyot universitetlari talabalarini ta'lim sifati bo'yicha bir qancha topshiriqlar berdilar. Bu talabalar bilimini baholash, mutaxassisga tayyorlaguncha 3 ta bosqichda amalga oshirilishi bo'yicha aytib o'tdilar. Birinchi bosqich bu fundamental fanlar. Misol uchun mana 3-kursni bitirgandan keyin anatomiya, gistologiya, biokimiya, mikrobiologiya, farmakologiya fanlarini o'ziga mujassam olgan birinchi bosqichli imtihon bo'ladi. Bu imtihonni o'tib muvaffaqiyatli bitirgandan keyin klinik fanlarga ruxsat beriladi va klinik fanlarni o'tadi. Klinik fanlar bo'yicha imtihon ikkinchi bosqich bo'ladi. Bu bitiruv davomida bo'ladi. Bitiruv kursida, yuqori kursida klinik fanlar bo'yicha imtihon topshiradi. Bunda xirurgiya, terapiya, pediatriya va barcha boshqa yo'nalishlar o'z ichiga olgan savollar majmui bo'ladi. Ikkinchi bosqich. Uchinchi bosqich bu klinik ordinatorga rezidenturani bitirgandan keyingi bosqich. Bunda mutaxassislik bo'yicha topshiradi. Men o'ylayman, bu struktura butun xalqaro tajribada bor. Xalqaro tajribada o'zini oqlagan. Shuning uchun biz ham agar bu strukturani to'liq joriy qiladigan bo'lsak, mana buni demak men aminmanki, bu 100% o'zining samarasini beradi.